Mana shu olgan gonorarimni yarim pulini bolalar uyiga beraman. Assalomu alaykum do'stlar. Ana endi peshona terimizni haqqini olish vaqti keldi. Fariz akadan. Assalomu alaykum aka. Nasılsınız? Yaxshi aka. Yaxshi. Qali ashshonali qo'ydan. O'zingiz qali his qilyapsiz? Xudoga shukr. Yaxshimi? Hammalarning g'alaba Allohga shukr. Keyingi bo'lgan undan ham kuchliroq bo'lib taylanish kerak. Inshaalloh. Batolanishdan ushlab, to'g'ri nima deydi? Analiz qilsa qo'yingiz. Xudo xolasa faqat yutuqlarga erishasiz. Xudo xolasa inshaalloh. Gonoraringiz peshona teringiz nimaga niyat qilgan bo'lsa o'shanga ishlating xudo xolasa. Inshaalloh. Do'stlar, men buni olguncha qancha qiynalgan o'zlaringiz ko'rdilaringiz. Xudo xolasa mana shu olgan gonorarimni yarim pulini bolalar uyiga beraman. Inshaalloh, xudo xolasa Qashqadaryo bolalar uyiga xudo xolasa yarim ketadi. Jonlaringiz sog' bo'lsa, sizlarni yaxshi ko'raman. Rahmat aka. Videoni ma'nosi bor bo'lsa faqat g'alabalar tilayman, yaxshi tilaylar faqat. Inshaalloh.